Abdulaziz Hafizovich Kamilov O'zbekiston tashqi siyosatida berkitilgan muhir sifatida sirli ammo keskin ta'sirga ega siyosiy figuralardan biri. Kamilov 1947-yil 16-noyabrda Yangiyo'lda dunyoga kelgan. U Sovet ittifoqining diplomatik akademiyasini bitirgan. 1978-yilda tarix fanlari bo'yicha PhD olgan. Uning diplomatik izi Sharqdagi elchixonalardan tortib Livan va Suriyaga borib taqaladi. 1994-yilda O'zbekistonning tashqi ishlar vaziri etib tayinlandi. 2003-yilgacha uzluksiz 9 yil davomida diplomatiya kartasini qo'lda ushlab turdi. 2003-yilda unga AQSh va Kanada elchisi lavozimi berildi. Lekin bu faqat diplomatik safarlarni emas, balki sirli strategik aloqalarni ham o'z ichiga oladi. 2008-yilda u bu rolga Braziliyani ham qo'shdi. 2012-yilda yana 10 yil davom etgan vazirlik muddatiga kirdi. Kamilov shuningdek Jizzax klanining lideri sifatida tilga olinadi. Bu markaziy siyosiy klan tizimlarida yetakchi rol o'ynagandan dalolat beradi. Diplomatik kartochkada bo'lmasa-da, davlat ichidagi noaniq ta'sir markazi, uning nomi yopiq devorlar ortida siyosiy kartalar va sirli g'alabalarda aks etadi. Kamilov tillarni erkin biladi. Arab, ingliz va rus tillarida mukammal erkinlikka ega. U nikoh orqali ham kuchli siyosiy ildizga ega bo'lgan. Uning rafiqasi Gulnara Kamilova Sharof Rashidovning Sovet davri mashhur davlat arbobining qizi bo'lgan. Shunday qilib diplomatik sirlar, klan siyosati, xalqaro pozitsiyalar bularning barchasi Abdulaziz Kamilov arxitektonikasining bo'laklarini tashkil etadi.